Hurmatli kuzatuvchilarimiz, sizlar uchun o'sha mashhur modelni obzorini qilib beraman. Xudo xolosa, mijozimiz uylariga mana bugun kelib o'rnatib, xudo xolosa juda chiroyli tushdi. Divanga keladigan bo'lsak, divani 220 ga 170 qilib ishlaganmiz. Polniy mo'yshiy materialdan foydalanganmiz. Podsvetkalar hammasi sensorda o'chib yonadi. Yana yarkisini o'zgartirsalar ham bo'ladi, pasaytirib, kuchaytirib. Tumbasi ham mana o'ta neobichin ishlangan, yonlari ham avvalniy material bilan qoplangan mana. Davchik mexanizmda. Oyoqlari mana polniy yog'ochdan qilingan. Ruchkasi ham. Plasmassa detalimiz yo'q, xudo xolosa. Trimosga keladigan bo'lsak, mana trimosini ham chiroyli qilib ishlaganmiz. Yonlarini ham avvalniy qilib, ishlarida polkalarigacha bor. Mana bemalol 100% ko'rib olishingiz mumkin. Shkafga keladigan bo'lsak, mana shkafimiz 260 ga 215 qilib ishlaganmiz. Bu tomonimiz mana ichini ko'rsatadigan bo'lsak, yigitlarimiz uchun o'rtasi polka, juda ham ko'p kiyimlar siqadi. Bu tomonimiz jenskiy tomoni. Bemalol ko'rishingiz mumkin, mana juda chiroyli tushdi joylariga ham. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar.